Assalomu alaykum hammaga. Siz My Anime News kanalidasiz va bugungi videoda biz anime olamidagi eng kuchli qahramonlardan biri Saitama chiqqan Bir zabli odam animesining 2-fasli haqida to'liq gaplashamiz, tahlil qilamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Bundan oldin birinchi faslni ham tahlil qilgandim. Endi navbat 2-faslga va tez orada 3-faslning ham tahlil videosi chiqib qoladi. Shu uchun hozirdan kanalga obuna bo'lib qo'ying. 2-fasl ham birinchi fasldagidek juda ham qiziq, syujet jihatdan ham jang sahnalari ham yetarlicha. 2-fasl o'z ichiga qahramonlik tizimining zaif tomoni, anti-qahramon Garoning paydo bo'lishi va Monster assotsiatsiyasining paydo bo'lishi 2-faslda boshlanadi. Ya'ni 2-fasl ko'plab voqealarning boshi desam ham bo'ladi va animening 3-sezoni ham chiqqan. Tezroq animeni tarjima qilishsa, ko'rib kanalda video chiqaraman. Garo bilan 3-sezonda Saitama dahshatli jang olib boradi. Garo o'zi kim? Garo ilgari Bangning shogirdi bo'lgan, ammo qahramonlar tizimidagi adolatsizlikdan norozi bo'lib, qahramonlar o'g'chisiga aylangan jangchi. U o'zini maxluq deb atasa ham, aslida kuchli falsafaga ega qahramonlar ham, yo'zlar ham bir xil tizim qurboni deb hisoblaydi. Garo keyinchalik insonligini yo'qotib, yo'zlik kuchlarini o'zlashtiradi va Monster Garo holatiga o'tadi. Lekin ichida hali ham adolat tuyg'usi saqlanib qoladi va u anime davomida juda ham ko'plab A va S rangli o'yinchilarni yengadi, lekin o'ldirmaydi. Uning kuchi shunchalik ko'pki, A darajadagi 6 qahramonni bir o'zi jarohatlangan holda yengadi va undan keyin ustozi va uning akasi bilan ham yaxshi jang qiladi. Garoni men Tojiga o'xshataman. Garo ham juda kuchli, jiddiy jangchi, lekin u ham asosiy qahramon emas. Masalan, multfilmlardan oladigan bo'lsak, Taylung, Yo'lbars, O'lim Borisi, Francesco va yana ko'plab kuchli Disney va DreamWorks qahramonlari va o'zlari multfilmning asosiy plotida bo'lmagani uchun ularni har doim men qahramon yengadi. Anime olamida ham shunday, lekin Saitamaga baribir ham Garoni kuchi yetmaydi. 2-sezon Saitamaning jangi bilan boshlanadi va u kuchli bo'lsa ham hali ham mashhur emas. Uning ichida hali ham men nima uchun bu ishni qilyapman degan gap bor. Geni Saitama bilan birga yashaydi va uni doim kuzatadi. Nima uchun u bunchalik kuchliligini bilish uchun bu faslda Saitama ko'proq ichki tinchlik va motivatsiya izlaydi. Janglardan esa mazza qilmaydi, chunki har bir raqibini bir zarbada yengardi. 3-qismda Garo qahramonlar o'g'chisi paydo bo'ladi. Bo'yatganidek Garo Silverfang, Bangning sobiq shogirdi. U bolaligidan qahramonlar doimo g'olib, yo'zlar esa yomon degan g'oyadan nafratlanadi. Shu sababli u o'zini maxluqlar o'g'chisi emas, qahramonlar o'g'chisi deb ataydi. Garo men yo'zlik tarafida turaman, lekin adolat meniki degan gap bilan yuradi. 6-qismdan boshlab qahramonlar assotsiatsiyasi inqirozga uchrashni boshlaydi. Maxluqlar soni oshib ketadi. Maxluqlar assotsiatsiyasi deb nomlangan yangi yo'zlar assotsiatsiyasi tashkil topadi. Ular har xil monster sellalar orqali insonlarni maxluqlarga aylantirishadi. Qahramonlar assotsiatsiyasi esa ichki siyosiy muammolarga duch kelishadi. Kim qahramon, kim reklama uchun? Bu savollar paydo bo'ladi. Ularda Saitama esa bu paytda King bilan video o'yin o'ynab o'tiradi. 8-qismda Garo bir vaqtning o'zida 6 ta A va B rang qahramonlarga qarshi chiqadi. U asta-sekin charchaydi, lekin kuchi oshib boradi. U instinktiv o'zgarish boshlaydi. Silverfang, Bang va Bomb uning akasi Garoni to'xtatmoqchi bo'lishadi. Garo kuchli zarbalar bilan yengiladi, ammo Monster assotsiatsiyasi uni olib ketadi. Unga Monster Cell taklif qilinadi. Bu keyingi faslning Monster Association ark boshlanishiga sabab bo'ladi. Ya'ni Monsterlar assotsiatsiyasining arki boshlanishi. Garo o'sha odamni maxluqga aylantirgan narsani yeydi. Bu narsalar 3-faslda bo'ladi va monsterlar har tomondan paydo bo'lishni boshlaydi. Deep Sea Kingdan ham kuchli mavjudotlar chiqadi. Endi 2-faslga qaytamiz. 2-faslda yana Deep Sea Kingdan ham kuchli mavjudotlar chiqishni boshlaydi. Saitama esa Super Fight turnirida ishtirok etadi. Charanko nomi bilan u kimligini yashirib birang jangchilar bilan raqobat qiladi, lekin hammasini bir zarbada yengadi. Finalda esa Monster assotsiatsiyasining asl maqsadi ko'rsatiladi. Insoniyatni qulatish va qahramon tizimini yo'q qilish. Bu fasl Monster Association arki uchun sahnada tayyorgarlik, ya'ni 3-fasl uchun 2-fasl tayyorgarligi. Rang tizimida ham o'zgarishlar bo'ladi. S rangda uncha emas, A rangda Amai Mask hali ham birinchi o'rinda turibdi. Uni S rangga o'tish niyati yo'q menimcha. Saitama B rangga ko'tariladi va 7-o'ringa chiqib oladi. Xullas animening 2-sezoni kuch emas, maqsad va prinsiplar haqida hikoya. Garo Monsterlar assotsiatsiyasi tomonidan olib ketiladi. U 3-faslda yarim
monster yarim inson shakliga kiradi. 3-faslda monsterlar assotsiatsiyasi o'z kuchini to'playdi. Saitama esa hech narsa bo'lmaganday o'zining oddiy hayotiga qaytadi. Ammo monsterlar assotsiatsiyasi arki 3-faslda tarixdagi eng yirik urush olib boradi. Inson qahramonlar maxluqlar qiroli Orochi va God darajasidagi mavjudotlarga qarshi chiqishadi. Videoni esa reklamadan so'ng davom ettiramiz. Reklama uncha ko'p emas, lekin foydali bo'lishi aniq. O'zim preview, logo, avatarka, banner qildiradigan Muhammadullo dizaynerimni sizlarga ham tavsiya qilaman. Nima uchun? Birinchidan, ishlari tez va sifatli, o'zingizlar xohlagandek qilib beradilar va tez javob beradilar. Ko'rishingiz mumkin, ishlari oddiy emas, professional darajada yaxshi. Dizaynerlar bilan taxminimcha 3-4 yildan beri shug'ullanadilar. Men bilan bo'lsa 1 yildan oshiq vaqtdan beri ishlaydilar. Muomala juda ham zo'r. Agar previewda xato bo'lsa tezda to'g'rilab beradilar. Narxlar ham juda arzon va kanalinglar uchun eng yaxshi tanlov bu Muhammadullo dizayner. One Punch Man bir zabli odam animesining ikkinchi sezonini sizlarga tahlil qilib berdim. Va agar qiziq bo'lsa, Saitamaning qanchalik kuchliligi haqida ham video qilaman. Va animening 3-faslini tarjima qilishsa tez orada 3-faslning ham tahlil videosi chiqadi. Va shunaqa qiziqarli videolar uchun hozirroq kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bugungi videoda sizlar bilan bir zabli odam animesining 2-sezoni haqida gaplashdik va video haqida va anime haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol savollarni beraversanglar bo'ladi. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaroman. Shu uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazib yurmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Bosib qo'ygan bo'lsangiz, hozircha xayr. Keyingi shunga o'xshagan qiziqarli tahlil videolarda ko'rishguncha